Kelajakda shifokor bo'lmoqchilar diqqatiga. Kvant o'quv markazida barcha fanlar uchun onlayn guruhlarga start berildi. Aynan biologiya darsida dual ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu sizlarga ham offline, ham onlayn ilm olishingizga imkoniyatlar eshigini ochib beradi. Ya'ni siz qoldirgan darslaringizni yoki yaxshi tushunmagan mavzularingizni qaytadan ko'rib mustahkamlash imkoniyatiga egasiz. Bu sizga yana ham tezroq milliy sertifikat egasi, ya'ni A+ egasi bo'lishingizga imkoniyatlar eshigini ochib beradi. Bizda joylar soni chegaralangan, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Kvant bilan grant sari.